Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash nafaqat transport vositalarining tartibli harakatini tashkil etish, balki eng avvalo inson hayoti va sog'lig'ini asrab-avaylashdek g'oyat muhim vazifadir. Bugungi kunda mamlakatimizning har bir go'shasida yo'llardagi ko'ngilsiz hodisalarning oldini olish, piyodalar va haydovchilar uchun xavfsiz hamda qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Aholi bilan bevosita muloqot qilish, ularni qiynayotgan muammolarni joyida o'rganib, tezkorlik bilan hal etish tizimi bu borada o'zining ijobiy samarasini beryapti. Xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Sherzod Abdunazarov rahbarligida ikkita hududda Taxiatosh va Chimboy tumanlarida o'tkazilgan navbatdagi sayyor qabullar ham aynan shu ezgu maqsadga xizmat qildi. Ochiq muloqotlar davomida yo'l harakati xavfsizligi bilan bog'liq turli mazmundagi murojaatlar, taklif va e'tirozlar batafsil tinglandi. Tadbirda asosiy e'tibor hududlardagi tirbandliklarning oldini olish, mavjud infratuzilmani takomillashtirish va fuqarolar tomonidan ko'tarilgan dolzarb masalalarga tezkor yechim topishga qaratildi. Aholi tomonidan o'rtaga tashlangan eng muhim masalalardan biri shubhasiz kelajagimiz egalari bo'lgan maktab o'quvchilarining xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq bo'ldi. Ota-onalar va mahalla faollari ta'lim muassasalari atrofida transport vositalarining tezligini cheklovchi maxsus yo'l belgilarini hamda transport qatnovini sekinlashtirishga xizmat qiluvchi qavariq piyodalar yo'lakchalarini o'rnatish bo'yicha juda o'rinli takliflarni ilgari surdilar. Mutasaddilar bu masalaning qanchalik muhimligini qayd etib, farzandlarimizning o'quv dargohlariga xavf-xatarsiz qatnashlari uchun barcha zarur texnik vositalarni joriy etish choralarini ko'rishga kirishdilar. Sayyor qabul davomida e'tibor qaratilgan yana bir tizimli muammo bu markaziy bozorlar hududidagi murakkab vaziyatdir. Ma'lumki, bozorlar atrofida doimiy ravishda odamlar va avtomobillar gavjum bo'ladi. Bu esa o'z navbatida kundalik hayotda jiddiy tirbandliklarni keltirib chiqaradi. Ushbu holat mas'ul rahbarlar tomonidan bevosita joyiga chiqqan holda puxta o'rganildi. Aholiga va haydovchilarga qulaylik yaratish, harakatni to'g'ri va xavfsiz tartibga solish maqsadida mazkur serqatnov hududlarga yo'l-patrul xizmati xodimlari doimiy ravishda biriktirildi. Endilikda bu hududlardagi transport oqimi qat'iy nazoratga olinib, sun'iy tirbandlik va tartibsizliklarga uzil-kesil barham beriladi. Shu bilan birga mazkur ikkita tuman hududidagi umumiy yo'l infratuzilmasini yaxshilash masalasi ham muhokama markazida bo'ldi. Rahbariyat tomonidan Taxiatosh va Chimboy tumanlaridagi mavjud barcha yo'l belgilarini to'liq xatlovdan o'tkazish, yaroqsiz holga kelgan belgilarni yangilash va yetishmaydigan joylarga qo'shimcha ko'rsatkichlar o'rnatish bo'yicha aniq hamda qat'iy topshiriqlar berildi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash nafaqat tegishli davlat idorasining, balki keng jamoatchilikning hamkorlikdagi uzluksiz vazifasidir. O'tkazilayotgan bu kabi sayyor qabullar aholi va rahbariyat o'rtasidagi o'ziga xos mustahkam ko'prik vazifasini o'tab, yuzaga kelayotgan muammolarni qog'ozda emas, balki amalda hal etishga xizmat qilmoqda. Bu kabi sa'y-harakatlar yagona va oliy maqsadga, yo'llarda insonlarning hayoti va sog'lig'ini asrash, yurtdoshlarimizning uzog'ini yaqin, yo'llarini esa bexatar qilishga qaratilgan. Yo'l qoidasi umr foydasi ekanligini hech birimiz unutmasligimiz, o'z hayotimiz va o'zgalar xavfsizligi uchun mas'uliyat bilan harakat qilishimiz shart. Zero yo'llardagi intizom jamiyat barqarorligi va osoyishtaligining eng muhim kafolatlaridan biri sanaladi.